Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadirli din kardeşlerim, sizni barchag'izda bugungi Uraza g'ayiti bilan chin ko'nglimdan tabrik etem. Sizga esenlik, sog'lik, har barchag'izga da oilalaringizda baxt tilayman. Shu Ramazon Sharif oyi bo'yicha tutgan urazalarimizni, qilgan amal ibodatlarimizni, barcha izgiliklarimizni Alloh taolo o'zining keng rahmati bilan qabul etib olsa edi. Endi shu Ramazon oyi tugallangachdan ko'plarimizda shunday so'rov tuva. Ramazon Sharif oyында belgili bir sebepler arkasında tutmagan urazanı qachon tuta boshlarga so'ng? Dinimizde iki g'ayit bayrami var. Birisi Uraza g'ayiti, ikincisi Qurbon g'ayiti. Şu iki g'ayitdan qola boshqa kunlarni biz farz urazalarni ham nafil urazalarni tutarga mümkün. Şuna ko'ra Müslüman din kardeşlerim, ertagadan boshlab Ramazon oyında qolgan urazalarimizni tuta boshlasak bo'la. Hamda endi niyetlegende o'z so'zlarimiz bilan niyetliyiz. Endi avuz açkan iftar vaqtında biz şulay Ramazon Sharif oyunda aytgan zikrni, duoni o'qib avuz ochamiz. Hamda endi shu urazalarimizni tutqachdan Şevval oyundagi urazani da tutashtirib ketirga mumkin. İqtiboringiz uchun rahmat va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu.